Rekordingchani ham o'qib qo'yding endi. Men sizlarga такой четкий dars tayyorlaganman. Agar oralaringizdan bir kishini ovozini yoqib qo'yayda, qo'l ko'taringizlar, birontalaringiz ovozlaringizni yoqib qo'yaman. Mana bu dars paytida muammo bo'lsa, sразу aytaverasizlar. Men chunki o'tgan safariga o'xshab o'zim gapirayotsam bo'lmaydi-da. Bugun o'zimni jonajon Windows'da dars o'tyapman. Jonajon. Mana asosiy juda ko'p narsa ko'rganmiz bugun sizlar bilan. Tushuntirayotgan paytim qotib qolmasliklaringiz kerak. Xo'p, kim? Hop, buni opani yoqamiz. Hop, Bog'bek akani yoqib qo'yamiz har ehtimolga qarshi. Bo'ldi, ikkovlaringizni yoqib qo'ydik. Biror bir muammo bo'lsa, sразу aytingizlar, maylimi menga? Aloqada qo'yingizlarchi, o'zi gapira olasizlarmi? Agent 007 deb qo'ysalaringiz bo'ldi. Tak. Boshlasak bo'ladi menimcha. O'zimizda o'zi ko'rgan ekan demak bugun ham. Ketdik, boshladik. Progrev. Progrev o'zi nima? Chiqdi bizlar mehmon keldi deymiz. Xullas, bu menga farqi yo'q. O'zim xonim alohida-ku. Qarangizlar. Progrev o'zi nima? Progrev sizda umuman tanimaydigan odamda, kanalga qo'shilgan odamdan bu kim degan savolga javob berishdan tortib, sizni demak kursingizni, mahsulotingizni sotib olgunicha bo'lgan qadam progrev deyiladi. O'zbekcha ma'nosi nima deyilsa, bu oddiy aytganda qizdirish, ya'ni sotish. Progrevda kirishdan oldin, progrevda zo'r qila olish, demak, bu anosi kooperativ orqali bo'ladi. Kooperativ ya'ni post yozish orqali. Progrevda asosiy qismi postlar orqali bo'linadi. Xo'p, o'zi progrevda zo'r bo'lish uchun kooperativ zo'r bo'lish kerak ekan. Demak, faqat kooperativ skillni o'zi yetmaydi bu joyda. Bu joyda asosiy demak biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Sotuv. Sotuvda ishlagan bo'lishimiz kerak yoki sotuv bo'yicha bilimimiz bo'lishi kerak. Men hozir sizlarga progrevni zo'r tushuntirib berganim bilan sotuv skilllaringiz bo'lmasa yoki kooperativ skilllaringiz bo'lmasa, bu o'rgatayotgan darsimdan maksimal foyda ola olmaysizlar. Tushunarli? Maksimal foyda olish uchun demak, sotuvni yaxshi bilishlaringiz kerak. Sotuvdan keyin ozmoz kooperativni xabarlaringiz bo'lishi kerak. Endi ketdik. Progrevda asosiy 5 ta turi bor. Birinchisi demak yumshoq progrev. Keyingisi aktiv progrev, uchinchisi agressiv progrev, to'rtinchisi mahalliy progrev va beshinchisi eng oxirgisi ekologik progrev. Hammasini o'ziga yarasha plus-minus tomonlari bor. Bir boshdan sizlar bilan boshlaymiz. Xo'p, yumshoq progrevdan. Yumshoq progrev demak qanday bajariladi? Ketdik, ko'rib chiqamiz. Xo'p, yumshoq progrev bu ehtiyotkorlik bilan olib boriladigan usul bo'lib, bunda brend yoki sotuvchi mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri reklama qilmaydi. Aksincha, mijozlarning muammolari haqida gapiradi. Ularni qanday hal qilish mumkinligini ko'rsatadi va shu orada e'tiborni tortadi. Endi mana shu yumshoq progrevga misol keltiraman. Qarang, birinchi yaxshilab tushuntirib beraman. Yumshoq progrev nima? Deylik, muammosi bor, umumiy bitta auditoriya yig'iladi, maqsadli auditoriya. Bu maqsadli auditoriyani qanday yig'ish, qanday ularni aniqlash haqida oldingi darslarda ko'rib chiqamiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, обязательно ko'rib chiqingizlar. Maqsadli auditoriya bir yig'iladi. O'sha maqsadli auditoriyaga, siz tanimaydigan auditoriyaga, demak, o'zingizda demak sekinlik bilan tanitib borishingiz. Mana bu joyda aytilgan, demak, ehtiyotkorlik bilan olib boriladigan usul. Ya'ni yumshoq progrev ehtiyotkorlik bilan olib borilishi kerakki, unda demak brend yoki sotuvchi biron bir mahsulot to'g'ri-to'g'ri reklama qilinmasligi kerak. Uning o'rniga nima qilinadi? Shunchaki mijozlar analiz qilinib, ulardagi asosiy muammolar haqida gapiriladi va ularni qanday qilib hal qilish mumkinligi ko'rsatiladi va shu orqali e'tibor tortadi. Mana misol uchun, mana shu kanal, bu kanalga kirdilaringiz, kanalga kirganlaringizdan beri adashmasam biron bitta kurs reklama nimadir qilingani yo'q. Aytaverasizlar, faqat content. Faqat sizlarga foydali ma'lumot berilyapti. Ya'ni faqat muammolaringiz ko'rib chiqildi va shu muammolar hal qilinyapti. Ya'ni davomi postlar va kontentlar mijozlar muammolarini tahlil qiladi, yechimlarni taklif etadi, lekin mahsulot haqida bevosita so'z yuritilmaydi. Mijozlar o'zlari mustaqil ravishda mahsulotning foydasini tushunib yetadilar. Ya'ni misol uchun men o'zimning kanalimdan misol keltiraman.
birinchi boshda kirganlaringizda bu kanal qanaqa kanal ekan, bir jonli efirga kirib ko'ring qani, foydali bo'lsa, demak keyinchalik ham ko'raman, foydali bo'lsa chiqib ketaman deb kirgansizlar ko'pchiliklaringiz. Mana 5 ta darsdan beri kuzatib boryapsizlar, уже bugun 6-si. Demak, qarayapsizlar, kanal, u joydagi postlar, kontentlar. Umuman olganda sizlarda bor muammo, demak, muammoga yechim taklif qilyapti. Lekin hali hech qanaqa mahsulot taklif qilgani yo'q. Mana men kursum bor, olinglar, sotib olinglar deyilgani yo'q. Demak, hozir bu joyda demak hozir o'zlaringiz bilaverasizlarki, mana aytilgan mijozlar o'zlari mustaqil ravishda mahsulotning foydasini tushunib oladilar. Ya'ni hozir men haqimdagi, men kanalim haqidagi qanaqadir kartina bor sizlarda. Demak, Javohir, demak, ozgina Telegram blog yuritish xabari bor ekan. U orqali daromad qilishni bilar ekan. U daromad qilishni bilishimda men sizlarga demak qanday isbotlab berdim? Kontent orqali, jonli efirlar orqali ketma-ket bo'lgani yo'q. Orada dam olishlar bilan, kechikishlar bilan, orada kasal bo'lib qoldim, yo nimadir bo'ldi. Shu orada uzilish bilan bo'lsa ham mana darslarni ko'rib kelyapsizlar. Mana shu narsa demak progress, yumshoq progress deyiladi. Keyingisi qanday bajariladi tushunib oldik. Keyin o'zi birinchi so'raydi. O'zi yumshoq progressni tushunib oldingizmi? Xo'p. Yumshoq progress qanday qilinishini tushundingizmi deylik. Xullas, o'zlaringiz kanallaringiz bo'ladigan bo'lsa ham, yangi auditoriya olib kelasizlar. Aniq bir maqsadli auditoriya. Shu maqsadli auditoriyaga demak o'zlarining muammosi aytiladi, muammosi aniqlanadi va ular shunchaki muammosiga yechim beriladi kontent orqali. Post yozish, dumaloq video, audio podkast, video dars yoki meniki o'xshagan faqat jonli efir, mana shu narsa orqali ularning muammosiga yechim berib boraverasiz. Shu orqali demak ular sizning mutaxassisligingizni ham bilib boraveradi, obunachilaringiz sizdagi demak kuchli tomonlarni ham bilib boraveradi va sizni demak qanchalik zo'r dars o'tsangiz, keyin tekin darsingiz qanchalik foydali bo'lsa, demak pulli darsingiz ham shunga yarasha foydaliligini ko'rsatib boradi bu odamlarga. Xo'p, qanday bo'lyapti? Tushunyapsizlarmi? Men yarimda qo'shilgan bo'lsam ham tushundim. Azamat aka zo'r. Tushunibsiz? Ha. Qarangizlar, hozir darsda 9 kishi bor, mendan tashqari 8 tasizlar. Sizlardan iltimos hammalaringiz yozingizlar. Sizlarga savol beryapman, hamma yozsin. Chunki bu yerda faqat men o'zim gapirayotgandek bo'lmaydi. Kameraga qarab o'zim gapiradigan bo'lsam, men bitta anonni olib turib, OBS studiyani olib turib, o'zim gapirib ketaversam ham bo'laverardi. Sizlar bilan nima deydi? Tasavvur qilingizlar, bitta sinfda o'tiribmiz. Men sizlar ustozlaringiz emas, shunchaki bir tanishlaringizman, akalaringiz yoki biror do'stlaringizman, sizlarga mana shu muammolaringizga yechim beryapman. Shunaqa o'qingizlar. Qanaqadir rasmiy muhit yo'q bu joyda, shunchaki suhbat. Tushunyapsizlarmi? Faqat sizlar gapirish imkoniyatlaringiz yo'q, sizlar imkoniyatlaringiz faqat yozish. Men gapiraveraman, savol beraveraman, sizlar yozaveringizlar. Xo'p, tushunibsizlar-a? Demak 3-5 kishi yozibdilar, qolganlar yozmadi. Mayli, bo'ldi. Ketdik. Darsga davom. Ijobiy tomonlari qanaqa? Yumshoq progressni qanday bajarilishini tushunib oldingiz-a? Yo, rasmga tashlab bermayman rasm. O'zlaringiz yozib olingizlar darsdan qarab turib. Keyingisi ijobiy tomonlari. Ketdik. Mijozlarda ishonch hosil qiladi. Chunki ular o'z muammosini tushunadigan brendni qadrlaydi. Ikkinchisi, uzoq muddatli samara beradi. Ya'ni mijozlar asta-sekin bizning sizning mahsulotingizga ishonch bilan qaray boshlaydi. Uchinchi asosiy yaxshi tomoni yumshoq progressda brend haqiqiy yordam beruvchi sifatida ko'rinadi. Bu esa soliq auditoriya shakllanishiga yordam beradi. Ya'ni bu joyda nima deyilyapti? Xullas, juda rasmiy yozilgan bu joyda. Qisqa lo'nda aytadigan bo'lsam, odamlarni muammosini bitta joyga yig'ib, muammosini aniqlab ularga yechim berib ketyapsizmi? Odamlar demak, bironta odamga muammosiga yechim bersangiz, u sizni xullas qadrlashni boshlaydi, o'ziga yaqin olishni boshlaydi. Misol uchun deylik, begona odam sizga o'z-o'zidan kelib turib, biror ancha vaqtdan beri o'qimoqchi bo'lib yurgan kitobingizni sovg'a qilsa, mana shu kitobni oling, sizga sovg'a o'qing desa, u odamdan qanchalik xursand bo'lasiz? Yoki deylik, ancha vaqtdan beri qanaqadir bir nima bormi? Kitobdan tashqari telefon deylik. Mana iPhone 17 Pro Max Ultra bir nimalari chiqib ketdi. iPhone 17 Pro Max podarka qilsa sizga, telefoningiz yo'q, qiynalib yuribsiz. Qanchalik xursand bo'lasiz? Bu ham xuddi shunaqa. U telefon, kitob masalalari qo'l bilan ushlasa bo'ladigan narsa bo'lsa, mana bu sizga beradigan muammolarga yechim, ularni demak
ushlab bo'lmaydigan ma'naviy tomoniga yordam beryapsizlar xolos. Ularda qanaqadir muammo bor, qiynalib yurgan. Sizlar shu muammoga yechim beryapsizlarmi? Ular sizlarga loyalli klient bo'ladi. Keyinchalik hozir ikkinchi darsingizda foyda oldimi? Keyinchalik pul kurs ochasizmi? Webinar qilasizmi? Offline kurs qilasizmi? Oldingizga kelib sizlar demak qatnashadi. Ijobiy tomonlari shunaqa. Keyingisi salbiy tomonlari qanaqa ekan? Yumshoq progressda. Natija sekin chiqadi. Bu usul tezda savdo keltirmaydi, vaqt talab qiladi. Aytib ko'rib chiqdik bu narsani. Chunki ularga ma'lum bir vaqt davomida faqat kontent berishingiz kerakda. Video dars, audio dars, dumaloq videoda ma'lumot yoki postlar orqali ma'lumot berishingiz kerak. Uzoq vaqt oladi. Keyingisi, dastlabki bosqichda sotuv darhol oshmaydi. Sababi mahsulot haqida ochiqcha so'z yuritilmagani uchun. Bu nima degani? Xullas, faqat siz kanalda deylik muammoga yechim berib kontent qilib ketaverasiz. Obunachilaringizga demak kurs haqida aytmaysiz. Hech narsa aytmaganingiz uchun uzoq vaqt talab qiladi xullas. Uchinchi asosiy problemasi mijozlar e'tiborini uzoq muddat ushlab turish uchun doimiy sifatli kontent qilish kerak. Ya'ni kanalni ochgandan keyin taxminan 500 ta yoki 1000 ta obunachi qilib olganingizdan keyin kanalni qanchadir vaqt qildingiz, bir kurs deylik birinchi kursingizni kanal ochgandan keyin 1 oydan keyin yoki 2 oydan keyin ochmoqchisiz. Sifatli doimiy kontent berib turib, 2 oy ichida doimiy demak odamlar e'tiborini jalb qiluvchi kontent qilish kerak. Mana shu demak salbiy tomoni. Lekin yaxshi tomoni ko'proq salbiydan bu joyda. Ya'ni doimiy loyalniy klient agar yaxshi sifatli kontent, doimiy kontent qilib borsangiz, sizda loyalniy kontent obunachilar qoladi. Keyinchalik ham har qanday kurs sotsangiz ham ular sotib oladi. Xo'p, yumshoq progressdan xulosa. Demak, yumshoq progress bu mijozga mahsulotni sotishdan ko'ra, unga yordam berish orqali ishonch qozonish strategiyasi deyiladi. U sekin ishlaydi, lekin mustahkam natija beradi. Yumshoq progress. Tushunarli? Xo'p, yumshoq progressni to'liq tushuna oldingizmi? Yumshoq progress haqida deyman. To'liq ma'lumot oldingizmi? To'liq ma'lumotga ega bo'ldingizmi deyman. Yozingizlarki yumshoq progress haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldingizmi o'zi? Bu boshqa o'tib ketdi-ku. Ha, tushunarli bo'ldi. Zo'r. Chotka. Dalchi davom ketdik. Endi keyingisi aktiv progress. Aktiv, o'z nomi bilan aktiv bu. Bunda nima bo'ladi? Qanday bajariladi? Ketdik. Aktiv progress bu mijozlarning mahsulot yoki xizmatga nisbatan qiziqishini faollashtirishga qaratiladigan jarayon. Ya'ni bu joyda siz asosiy ishingiz nima bo'ladi? Obunachilaringizga yordam berish emas, ularga muammosiga yechim berish emas, to'g'ridan-to'g'ri kursingizni sotish maqsad qilib qo'yiladi bu joyda. Tushunganlaringiz aktiv progress bu mijozlarning mahsulot yoki xizmatga nisbatan qiziqishini faollashtirishga qaratilgan jarayon. Keyingisi ikkinchisi qanday bajarilishi? Brend mahsulotining afzalliklari va foydalari haqida ochiq gapiradi. Ya'ni deylik, qanaqa o'zingizda Telegram blogingiz bor. Ingliz tili bo'yicha ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan yoki multi levelda o'rganmoqchi bo'lgan odamlarni yig'dingiz. Kanalga qo'shilish bilan sразу kursingiz reklamasi ketyapti. Kursni sotsangiz mana bunaqa bo'ladi. Listeningizni munchaga oshirib beraman. Readingizni B1 dan B2 ga, B2 dan C1 ga oshirib beraman. Hamma narsa xullas men kursimni sotib olsang, xullas ma'lumot olasan, natijaga erishasan deb faqat gapirib ketaverasiz. Post va reklamalarda mahsulotni qanday ishlatish mumkinligi ko'rsatiladi. Ya'ni kursingizda qanday o'qiladi, faqat aytishingiz yopiq kanalda bo'ladi, telefonda kuzatsangiz bo'ladi, har doim kuzatsangiz bo'ladi, metroda, avtobusda, mashinachida ko'rib ketsangiz bo'ladi deb. Xullas kursini faqat maqtaydi. Gap qisqasi aktiv progressda. Keyin call to action beriladi. Hoziroq xarid qiling, chegirmadan foydalaning kabi harakatga undovchi elementlar faol qo'llaniladi. Ya'ni xullas asosiy maqsad bu joyda aktiv progressda kursini sizga maqtaydilarga sotmoqchi bo'ladi xullas.
Gap qisqasi. Siz ko'rasiz, agar haqiqatan sizga zo'r progress qilib bera olsa, ya'ni kursini zo'rligini yaxshi ochib bera olsa, sotsangiz bo'ladi. Keyingisi, qanday bajarilishini tushunib oldik menimcha. Keyingisi, ijobiy tomonlari. Mijoz mahsulotning foydasini tezda tushunib xarid qilishga undaladi. Keyingisi, aksiyalar, chegirmalar va taklif orqali e'tibor tez tortiladi. Uchinchi foyda tomoni, brend faol va jozibali ko'rinadi, auditoriyani harakatga keltiradi. Uchinchi foydasi, eng oxirgi to'rtinchi foydasi, tez natija beradi, qisqa muddatda sotuvlar oshadi. Mana shu tomoni juda aktiv progressda. Yangi kanal ochdingiz, srazi tash faqat kursini reklama qilib, maqtab odamlarga sotasiz, lekin long termda u yaxshi natija bermaydi. Hozir salbiy tomonlarni ko'rib chiqamiz bu narsani. Mana ijobiy tomonlarni ko'rdik, endi salbiy tomonlar. Bu yondashuv uzoq muddatli ishonchni kamaytirishi mumkin, chunki e'tibor tezda natijaga qaratiladi. Birinchi salbiy tomoni boya aytganimdek. Ikkinchisi, mijozlar bilan doimiy chuqur aloqa o'rnatish qiyinlashadi. Ikkinchi yomon tomoni. Uchinchisi, juda ko'p reklama ohangi bo'lsa, brend faqat sotuvga yo'naltirilgan degan taassurot qoldirishi mumkin. Hozir bizlarda nima deydi? Agar doimiy faqat kursni reklama qilaversangiz, tinmasdan kursingizni foydasini gapirib ketaversangiz, yo influencer deydi. Yana qanaqa bir gaplar bor? Xalqimizda zo'r tarqalgan. Influencer deydi yoki moshennik deydi. Shunaqada, xullas, aytmoqchi bo'lganim, bu qisqa vaqtda demak soqqa qolmoqchi bo'lgan, bozorda 1-2 oy turib, bir 10 yoki 20 million pul topib turib, keyin sirazi suravermoqchi bo'lgan odamlar uchun qilinadigan narsa. Bu unchalik yaxshi ishlamaydi lekin. Chunki odamlar birga bo'lganda og'zi kuyib hamma kursini sotib olmaydi hozir. Shunaqa. Keyingisi bu aktiv progressdan xulosa. Aktiv progress bu tezkor sotuvni maqsad qiluvchi strategiya. U qisqa muddatda natija beradi, lekin uzoq muddatda ishonchni saqlab qolish uchun yumshoq progress bilan birgalikda qo'llash tavsiya etiladi. Tushunarli? Aktiv progress qilyapsiz, mayli qilavering, aktiv progress yomon emas. Lekin aktiv progress qilish jarayonida yumshoq progress bilan birgalikda qo'llash qilsangiz zo'r bo'ladi deyilyapti. Tushunarli? Keyingisi, o'zi aktiv progress tushunarli bo'ldimi? Yumshoq progress ko'rdik. Rasm tashlab berasizlarga, mendan nima ketdi? Mendan nima ketyapti, to'g'rimi? Mana. Active progress emas. Progress o'z nomi active progress. Tushunarlimi? Lekin jinnat narsalar ketyapti, bu universitetda bor-ku. Bu narsalarni cho'tga o'rganib turib qilsalaringiz, Telegram kanallaringiz sekin oshqonga tushib boshlaydilar. Keyingisi, yumshoq progressni ko'rdik, aktivni ko'rdik. Uchinchisi aggressive progress. Aggressive nomi bilan qarangizlar, aggressive. Ketdik. Bu qanday bajariladi? Buni ko'rishni boshlaymiz. Aggressive progress o'zi bu tezkor sotuvda amalga maqsad qilganlar uchun, ana bu joyda aktiv progressni ko'rdik-ku, aktiv progressdan ham kuchlirog'i bu. Tezkor sotuvda demak maqsad qilganlar uchun asosiy usul auditoriyaga kuchli ta'sir o'tkaziladi, ularning muammosi ustiga urg'u beriladi. Uchinchisi brend cheklangan takliflar, chegirmalar, aksiyalar orqali xaridga undaydi. To'rtinchisi, reklama va postlarda mijozlarning muammosiga yechim sifatida mahsulot taqdim etiladi. Endi xarid qiling, oxirgi imkoniyat, chegirma tugaydi kabi faollikka chaqiruvchi so'zlar ishlatiladi. Plus aggressive progress, mislarga endi bu edi, adabiycha yozilganini o'qib berdim, endi tushuntirib beraman. Qanaqa? Bunaqada bu aggressive progress ishlatadigan odamlar manipulyatsiyani yaxshi o'rganadi va sizlardagi muammoni o'rganadilargina faqat sizlar muammolaringizni gapiraveradi. Sizda demak, deylik boshida adashib aytib qo'ydingiz, diqqatimda muammo bor yoki deylik kitob o'qisam uxlab qolaman degan muammoni aytsangiz, ular sizda shu muammo borligini bilgandan keyin diqqat e'tiboringiz tushibmi yoki kitob o'qishda uxlab qolyapsan, meni kursimda o'qi. Xullas ertalab tura olmayapsanmi, meni kursimda o'qi. Xullas hamma deylik sizda bor jamiki muammoni oladi, o'sha muammoga yechim faqat o'zini kursini aytaveradi. Meni kursimda o'qisangina mana shu natijaga erishasan, bo'lmasa yo'q.
qayta-qayta gapirilavergandan keyin xullas oxiri ertasi jonga tegdi bu deysiz, sotib qo'yasiz yoki просто kanaldan chiqib ketasiz. Bu ham unchalik yaxshi ishlamaydigan, lekin qisqa vaqtda zo'r natija beradigan usul agressiv progressiv. Bu joyda lekin manipulyatsiyani yaxshiroq o'rganish kerak. Endi bundan oldingi darsda aytib ketgandim, manipulyatsiyani o'rganish bo'yicha yaxshi kitoblar bor deb. Manipulyatsiya ham qanaqa? O'zi manipulyatsiya degan so'z yomon narsa emas. Shunchaki o'zingizni qilmoqchi bo'lgan ishga odamlarni majburlash xolos. So'z orqali ishlatish ularni. Tushunarli? Qanday bajarilishini ko'rib chiqdik. Endi ijobiy tomonlari. Mana biratni o'chirib olamiz. Ketdik ijobiy tomonlari. Tezda sotuv hajmi oshadi. Mijozlarda shoshilinch hissi paydo qiladi. Qisqa muddatda natija beradi. Raqobat kuchli bo'lgan bozorlarda samarali bo'lishi mumkin. Tushunarli? Xullas doimiy manipulyatsiya ketadi bu joyda. Shu muammoing bormi, shu bizlar mahsulot orqali yechasan deb aytiladi. Bu joyda ko'p siz manipulyatsiyangiz, yaxshi manipulyator bo'lsangiz, ko'pchilikka ta'sir qiladi va tez sotib oladi odamlar qisqa muddatda. Va raqobatchilar kuchli bo'lgan bozorda samarali, demak, sizlarga foyda berishi mumkin bu agressiv progressiv. Bu ham qisqa vaqtda xullas. Mikrofon ochilib qo'ydimi? Keyin salbiy tomonlarni ko'rib chiqamiz. Ijobiy tomonlarni tugatdik, salbiy tomonlari. Mijozlar demak haddan ortiq bosim sezishi mumkin, chunki faqat ular manipulyatsiya qilaversangiz, moralni xullas doimiy agressiv qilish bu moralni udar deyiladi-da. Ruscha aytganda. Doimiy anosiga zarba beraverasiz. Xullas odam shokka tushib qoladi. Shunaqa hatto muammosini eslataversangiz, ana bo'ladi-da. Ortiqcha bosim sezadi obunachingiz, keyin yoki kanalingizdan chiqib ketadi yoki kursi sotib oladi. Ular uchun ikkita fikr paydo bo'ladi-da. Muammo eslataverasiz. Yo bu muammo hal qilishim uchun yo buni og'zini yopishim kerak deydi, yo kursini sotib olishim kerak deydi, yoki bu kanaldan chiqib ketishim kerak deydi. Tushunarli? Keyingisi ikkinchi muammosi ishonch yo'qolishiga olib keladi, chunki bu usulda ehtiyotkorlik kam. Tushunarli? Obunachilarni anosiga holatiga tupurib qo'yasiz, agar faqat o'zingiz kursingizni sotishga asosiy fikrda qaratasiz, odamlar manipulyatsiya qilib. Bu demak uzoq muddatda zarar ekan. Uchinchisi, uzoq muddatda barqaror mijoz bazasini shakllantirish qiyin. Plus demak odamlarni qo'pol aytganda joniga tekkaningizdan keyin просто chiqib ketadi sizda kanalingizdan. Keyinchalik ko'rib qolsa ham qo'shilmaydi kanalingizga. Lekin aytgandek qisqa vaqtda zo'r, uzoq vaqtda zarar. Undan keyingisi ba'zi mijozlarda brendga nisbatan salbiy fikr uyg'otishi mumkin. Har bir salbiy gapiraversangiz, senda shunaqa muammo bor, shunaqa bo'lmay hal qilishing kerak deyorsangiz, uni shu odamni obunachingizni fikrida nima paydo bo'lib qoladi, bu xullas faqat salbiylik gapiradi, xullas yomon odam, gapini eshitsam asabim buziladi deydi, xullas yomon ko'rib qoladi mijozlaringiz. Agressiv progressivda. Bu joyda xulosa nima? Bu usul mijozlarni tez xaridga yondashish uchun kuchli urg'u, chegirmalar va faollikka chaqirish orqali ishlaydi. Tushunyapsizlar? Mijozlarni tez xaridga yondashish. Sirasi shunday kursingizni ochdingizmi, sirasi manipulyatsiya qilasiz, sotasiz kursingizni. Chegirma berasiz, chegirma berib xullas qisqa vaqtda ko'p pul topish uchun yordam beradigan narsa bu xullas. Agressiv progressiv. Tushunarli? Bo'ldi, endi mana agressiv progressivni ham rasmga olib tashlab beraman. O'ldi. Xo'sh. Keyingisi. Aktiv progressivni ko'rdik. Endi keyingisi. Agressiv progressiv tushunarlimi? O'zi dars qanday bo'lyapti? Tushunasizlarmi o'zi nimanidir? Foydali bo'lyaptimi sizlarga? Agressiv progressiv. Nomi ham qaraysiz, agressiv. Jahl bilan degani, endi agressiv degani jahl bilan progressiv qilinadi bu joyda. Manipulятsion postlar yoziladi, manipulятsion gaplar aytiladi, manipulятsion xabarlar beriladi. Hamma gapda xolos manipulyatsiya qilasizlar odamlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Qolganlar uxlab qoldimmi deyman-da. Yozmaysizlarmi sizlar endi shitib?
Qolganlar sekin men shu jon efirga kirib qo'yib shu sekin uyquchan beryaptimi deymanda. Xo'p, har shunaqa bo'lyapti. Qaysi biri hozir vebinarda ishlatiladi? Hozir vebinarda men anavini ishlatyapman, birinchisini. Aytib ketdim-ku, brat, siz sal kech kirdingiz, endi yumshoq paragraf ketyapti hozir bizlardikida. Menikida to'g'ri kanalimda. Hech qanaqa kurs prezentatsiya bo'lgani yo'q, hech qanaqa manipulyatsiya ketgani yo'q, faqat kontent berilyapti, muammolaringizga yechim berilyapti. Meniki yumshoq paragraf. Menda yaqin muddatda sotib bo'lmasin, keyinchalik deylik, men o'zimda sodiq o'quvchilarim paydo bo'lgandan keyin o'shalar ichidan sotay bo'ldi, menga shu yetarli. Chunki menda qisqa muddatda pul topib keyin bozordan chiqib ketish niyati yo'qda, doimiy bozorda qolish niyati. Shuning uchun meniki yumshoq paragraf. Agar sizlarda deylik qisqa muddatda pul topish niyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, agressiv paragrafga o'rganish kerak. Agar doimiy long termda bozorda qolmoqchi bo'lsangiz, yumshoq paragraf. Agar 1 oy yoki 2 oy ichida srazu daromadga chiqib, undan keyin bozordan chiqib ketaman desangiz, agressiv yoki aktiv paragrafni ishlatgan yaxshi. Tushunarli? Xo'p, tushunarli. Bo'ldi, tushunarli. Davom etamiz. Zarchi davom. Agressivni ko'rdik. Endi keyingisi mahalliy paragraf. Xo'p. Mahalliy paragraf bu tabiiy va samimiy yondashuv ekan. Mahalliy paragraf oddiy, sodda bo'ladi. Mahsulot yoki xizmat haqida to'g'ridan-to'g'ri reklama qilinmaydi. Asosiy e'tibor mijozlarning real hayoti, muvaffaqiyati hikoyalari orqali brendga qaratiladi. Keyingisi yana qanaqa qilinadi ekan? Brend mahalliy qadriyatlar, tajriba bilan bog'lanadi. Keyingisi mijozlar brendni o'zlari uchun yaqin va ishonchli deb his qilishadi. Bu narsa qarangizlar, kimlar ishlatadi bu mahalliy paragrafni? Hozir mana bu notebookchamni yerga qo'yib olaylik, juda ko'tarib turib men uni qilyapti bu. Qarangizlar. Bozorda hozir O'zbekiston bozorida Uzum bor, TBC Bank bor, Beeline bor, yana ham ichimliklar bor. Mana shu narsalar xullas sizlarga reklama unchalik ko'p aynan mahsulotni sotib olmaydi. Deylik, o'sha sizlarga shuni go'zal qilib ko'rsatib qo'yadiki, demak, qanday qilib ko'rsatib qo'yadi? Sizlardagi real hayotdagi biror bir holat, qanaqadir bir hikoya orqali, misol uchun deylik, oldin bo'lardi va Dena reklamasi. Dena iching Dubayga uching deb turib, chiroyli opani Dena ichib, keyin srazu birdan kuchayib ketadi, Dubayga ketadi. Aynan shu Dubayga ketish jarayonini mana bu Dena kompaniyasi qoplab beradi. Xuddi shunaqa reklama qiladi. U aytgani sizga, misol uchun Denani sotib oldi. Wow deysiz, mana bu opa demak Dena ichdi, Dubayga uchdi. Demak, nima deysiz? Bizlar ham Denani ichamiz, Dubayga uchamiz deysiz. Keyin yana bitta yana qaysi bor edi? Beeline bor. Beeline hayotning yorqin tarafida bu. Deydi, Xursand opa yoki Xursand akani Xursand Mutirman chuqalab ketayotganini ko'rsatgan reklama qiladi. Keyinchalik esa internetda problema bo'lyaptimi? Hayotda demak yorqin tarafda bo'lishimiz uchun nima qilamiz? Beeline'ga murojaat qilamizda, Beeline sim kartini sotib olamiz. Keyingisi yangi yildan oldin jonga tegib qiladigan reklama Coca-Cola. Qish kuni sovuqda bizlarga e'tibor beringizlar. Qish kuni sovuqda suv ichsak tilimiz muzlab qolayotganida yaxday, muzday kolani ichiradi bizlarga. Reklama qilaveradi va Qorbobo bitta kola katta va Isuzu'ning katta alkamashin Qorboboni anosidan borib turib Shimoliy qutbdan Coca-Cola olib kelayotgan bo'ladi. Sovuqda Qorbobo Coca-Cola ichayotgan bo'ladi. Xullas reklama qilaveradi, xullas oxiri olmaslikka iloji yo'qda. Taxminan bitta odamga bitta reklama 7 marta ko'rsatilgandan keyin o'zi 8-sida tanlov berilsa, o'sha 7 marta reklama qilingan narsa esda qoladi-ku, o'shani sotib olish ehtimoli yuqori bo'ladi-da. Shuning uchun mana shu yangi yildan oldin mana shu o'zi boshlanadi. Noyabr keldan o'zi 2-noyabr ekan. Boshlanadi bu yog'iga. Cola, Pepsi jonga tegar reklama beraverib. Undan keyin boshqa yil davomida sal kamaytiradi reklamani. Misol uchun Coca-Cola osh bilan mazaliroq yoki Coca-Cola oila davrasida bir nima. Shunaqa qilib qilinayotgan narsa bu. Endi bu narsani infobiznesga aloqasi menimcha unchalik yo'q bo'lsa kerak. Endi bilmadim, kimdir qo'ldan kelsa infobiznesda ham bog'laversa bo'lishi mumkin. Asosiy lekin mana bu brendlar uchun qilinadigan narsa bu mahalliy paragraf. Bizlarning asosiy o'quv kurslari-ku, endi bu narsa uncha ishlamasa kerak. Ijobiy tomonlari qanaqa bu mahalliy paragrafda? Demak, mijozlar bilan chuqur aloqa o'rnatadi.
brendga nisbatan samimiylik va ishonch ortadi. Deylik, doim bozorda bor va xullas sizga har tomondan sizga ko'rsatib beryapti. Nima deydi? Zo'r qilib ko'rsatilinyapti. Brend sekin-sekin quriladi-da. Uni sizda hech kim manipulyatsiya qilmaydi, hech kim majburlamaydi. Shunchaki Dina ichdim, Dubayga uchdim degan bitta opani hikoyasi sizga qo'yib beriladi. Bo'ldi, men ham Dubayga uchayotganman ichsam turib, borib ichaverasiz keyin. Magazinga kirasiz, Dinayni olasiz yoki Coca-Cola'ni olasiz yangi yilga yaqin. Sotuvlar tabiiy ravishda sekin ammo mustahkam o'sadi. Misol uchun yangi bozorga shunday kirib turib, Dinay deylik O'zbekiston oldi yo'q bo'lsa, O'zbekistonga shunday kirishi bilan reklama qilish bilan birdaniga sotuv oshib ketmaydi. Bir 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yillar u qiynalib yuradi. Bechara marketingga pul sarflab, reklamaga pul sarflab, keyin sekin-sekin bozor tanib, keyin sotuvi oshib ketishni boshlaydi. Misol uchun, men hozir shu narsa, mana shu mahalliy progress masalasida reklamani ko'rdim Toshkentga kelganimdan beri. Ideya degan anov chiqib xullas. Qayerga qarasam, ideya deb yozib qo'yilgan. Nima ekan ideya deb o'ylab yurdim ko'rib turib. Yaqinda shu anoni ko'rib qoldim. Xullas Chorsu tomonda ideya qanaqadir onlayn magazin anov ekan. Marketplace ekan. Nima deydi? Xolodilnik, kir moshina, bir nima degan har xil uy jihozlarini sotadigan joy ekan, muddatli to'lov beradigan narsa ekan. Birinchi boshida ideya nima degan savol yoki shuni ideyani o'zini qo'yib qo'ydi, reklama qilib, qanchalik pul sarflab, odamlar bir e'tibor bermay o'tadi, 2 marta e'tibor bermay o'tadi, keyinchalik savol tug'iladi. Bu ideyani qo'yib qo'ygan, nima ekan bu ideya deb turib, o'ylaydi, oradan bir 6 oy yoki 1 yil o'tgandan keyin ideya mana bunaqa narsa deydi. Shunaqa reklama qo'yadi, keyin katta odamlar, ideya demak, onlayn magazin ekan. Bo'lib turishga olsa bo'lar eng arzon joy ekan, eng zo'r joy ekan degan fikr paydo bo'ladi xullas. Tushunganlaringiz mahalliy progressda. Keyingisi mahalliy progressda demak yomon tomonlar, salbiy tomonlar to'g'rirog'i. Natijalar sekin ko'rinadi, ko'p vaqt va sabr talab qiladi. Tez natija kerak bo'lgan hollarda samarasiz bo'lishi mumkin. Bu holatda xullas budjetingiz ko'p, pulingiz ko'p bo'lmasa bunaqa progress turini qilmagan yaxshiroq. Keyingisi doimiy ijodiy yondashuv va kontent talab qiladi. Salbiy tomonlari shu. Agar katta kompaniya bo'lsangiz, bu mahalliy progressda qilganingiz yaxshiroq. Pulingiz kammi, bu narsaga yaqinlashib ham o'tirmang degan xullas. Xulosa, brend mahalliy qadriyatlar va hayotiy hikoyalar va tajribalar orqali mijozga yaqinlashishi ekan, mana shu mahalliy progress orqali. Bizlarda qanaqa mahalliy progress qilinadigan mahsulotlar bor. Xo'p, qanaqa qilingizlarchi, yozingizlarchi. Xo'p, o'zingizlar yozinglar. Xo'p, O'zbekistonda mahalliy progress qiladigan qaysi brendlarni bilasiz deyman. Brendlarni bilasizlar deylik. O'zingizlarchi qaysi bilasizlar brendlarni? Hozir O'zbekiston sharoitida bor. Ancha vaqtdan beri olib kelinadigan. Har xil reklamalar har xil joyda bo'lgan. Ya'ni sizdan nimanidir sotib olishni majbur talab qilmaydi. Lekin shunchaki reklamasi bor. Men boya aytdim sizlarga, Denani aytdim, Coca-Cola'ni aytdim, Pepsi'ni aytdim, Beeline'ni aytdim, misol uchun yana nima bor? Usel'ni aytdim. Tezkorlik uchun Usel deb hozir reklama qilyapti. Sizga tezkorlik kerakmi, tezlik kerakmi, Usel'ni oling. Yana qanaqa nomlar bor? Uzum, misol uchun, uzum tezkor, 30 daqiqada yetkazib beramiz. Yana nimalar bor? Dodo pizza bor, Bellissimo bor. Ularni hammasini o'zini qanaqadir til an'analari bor-da. OTP, ya'ni unikalniy targ'ibot приложенияsi bor. Ajratib turadigan joyi bor. Ular sizga to'g'ridan-to'g'ri sotib deb aytmaydi, lekin aytadi, agar uzum tezkor, tez yarim soatda yetkazib beramiz. Demak, qachondir biror nima zarur bo'lsa, sizga kerak bo'lsa, uzum tezkorga zakaz qilasiz. Tezkor o'z nomi bilan. Ana shunaqada. Yozingizlarchi, qanaqa bir mahalliy progress qilinadigan brendlar bilasizlar o'zi? Xo'p, Texnomart. Texnomart haqiqatan ham zo'r. Texnomart yaxshilikka buyursin deydimi? Shu to'ppa-to'g'ri yozingiz. Keyingisi Artel.
Artel ham haqiqatan ancha vaqtdan beri bor. Doimiy aytganlaringizdek mahalliy progress qilinadi. 365 kun korzinkada. Buni bilmayapman men lekin. Bo'lishi mumkin. Men xabarim yo'q lekin. Yana qanaqa bilasizlar? Qolganlarim yozsinchi, yo qolganlarning xabari yo'qmi bunaqa narsalardan? Xo'p, menimcha shular yetarli. Yetarli bo'ldi menimcha. Korzinka, Artel, Texnomart, UCL, Coca-Cola plus Idea va men sizlarga aytib ketgan narsa. Xullas ko'pda yana nimalar bor? Yandex bor, Uklon bor. Ular ham doimiy reklama budjetiga ko'p pul sarflab, birdan natija kutmaydi, sekin-sekin natija bo'ladi. Chunki odamlar fikrida doimiy qolish kerak. Asosan bozorda Coca-Cola, Pepsi eng kattalar, shunaqa. Chunki ular reklama budjeti juda katta-da. Fasten bor hozir chiqqan, zo'r. Mana shu Fasten, Uklon, Yandex bir-biri bilan hozir juda kuchli jang ketyapti-da bozorda. Odamlar miyasida jang ketyapti. Uklon adashmasam yiliga $5 million pulni prosta reklamaga sarflay, $5 million pul sarflayapti bekordan-bekorga. Mana shu bozorda qolib turish uchun, Yandex bilan raqobat qilish uchun. Endi Yandex juda katta kompaniya. Ular ham pulni o'ylab o'tirmay sochaveradi havoga. Ular puli ko'p kompaniyalar, ular shu narsani qilsa bo'ladi mahalliy progressda. Lekin bizlarga emas mahalliy progressda qilish. O'zi mahalliy progress tushunarli bo'ldimi? Tushunarli qo'ylaydi. Takoy rasmchalari bilan sizlarga tashlab beray, rasmchalari bilan. Xo'p. Mahalliy progress tushunarli bo'ldimi? Yodingizlarchi, mahalliy progress tushunarli bo'ldimi sizlarga? Menda bu internetcham yonyapti-da, lekin bor-ku. Internetim lekin toshbaqa tezlikda ishlayapti, lekin shunchalik tez ishlayaptiki, bitta rasmni ketkazish uchun bir 3 sekund, 5 sekund vaqt kerak bo'lyapti. Mahalliy progress yozingizlar. Tushunarli. Qolganlarda-chi? Hamma yozsin hozir barcha akalar, opalar. Men hammalaringizni bilay. Tushunmay qolgan joylar bo'lsa savol beringizlar, javob berib ketaman. Chunki men hozir faqat bu joyda valaqlab gapirib turaversam, sizlar tushunmay qolsalaringiz bo'lmaydi. Savol beringizlar, javob berib ketay. Tushunarli. Qolganlarda-chi? Qolganlar ham yozingizlarchi? Tushunarli, biroz zo'r Coca-Cola bilan esda qoladigan bilan shunaqa zo'r Qorbobo bilan haqiqatan jonga tegadi-da, to'g'risi. Adashib bir aynan shu noyabr-dekabr oylarida 1-2 marta ko'zim tushib qoladi televizorga, jonga tegaveradi. Har 3 minutda Coca-Cola reklamasi turadi-da, aniq. Shu televideniye sotib qo'yadimi, bilmayman, shu noyabr, dekabr, yanvar oylarida, 3 oyda qanchadir so'mma berib. Adashib Zo'r TV, Milliy TV kirib qolsangiz tamom. Reklamani orasida serial ko'rasiz yo kino ko'rasiz. Men sizning ichingizda savol berganimni ko'rmabsiz, bir fikr bildirsangiz yaxshi bo'lardi. Azamat aka, to'g'risi vaqtim bo'lgani yo'q-da. Ba'zi ishlar bilan endi nasib bo'lsa ertadan boshlab bo'sh bo'laman. Erta undan 3 kun yoki 4 kun podryad shu men lichkamga yozganlar bilan ishlayman. Mesela og'a bergan ustozlar bor, ular bilan gaplashib chiqishim kerak. Gaplashib chiqaman nasib bo'lsa ertadan boshlab. Xo'p, ketdik. Mahalliy progress bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Demak, dars davom etamiz. Mahalliy progress, keyingisi ekologik progress. Bu qanday bajariladi? Ijobiy tomon, salbiy tomonlarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Qanday bajariladi? Bu ochiq va halol yondashuv ekan. Ekologik progress mahsulotning afzalliklari, jarayonlari haqida, demak, oldindan mijozga ma'lumot beriladi. Reklama ochiq, shaffof va ishonchli bo'lishi shart. Brend o'z kompaniyalarini oshkora e'lon qiladi, mijozlarga nimani kutish mumkinligini oldindan aytadi. Bu bunga misol keltirish mumkin. Qaysi bor? Ochiq halol yondashuv qiladiganlardan. Men bilganim shu Artelda faqat. Hamma narsani ko'rsatadi, 3 yil kafolatimiz bor deydi. Nimalar sotishini bilamiz. Artel bor, keyin yana qaysi yaxshilari bor? Bilganim Artel, Akfa, keyin Texnomartni bilaman, ozmoz.
Chunki nimalar sotishi, nima qilishi hammasi aniq oydin aytilgan. Shunaqa, shular ekan men bilganlarim. Keyingisi, qanday qilib tushuna olalaringiz, hammasi ochiq va oydin ko'rsatilgan, mahsulotni afzalliklari, u nima qilib berishi, xullas hamma jarayonlar oldindan aytilgan. Xo'p, keyingisi ijobiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Bu ekologik progressni mijozlar orasida ishonchni mustahkamlaydi, brendning halolligi va ochiqligini ko'rsatadi. Xo'p, keyingisi uzoq muddatli sodiq mijozlarni bazasini yaratadi, brend obro'sini oshiradi. Mana shu Artel, keyin o'zi hozir mana bu mahalliy progressni ko'rdik-ku, mahalliy progress qilayotganlar bevosita demak ekologik progressni ham qilib ketadilar sekin-sekin. Bir vaqtda o'zida sekin-sekin emas, bir vaqtda o'zida qilib ketar ekan. Chunki brend obro'sini oshirish, uzoq muddatda sodiq mijozlar bazasini yaratish uchun hozir bozorda eng zo'r ishlaydiganlar, misol uchun men biladiganlarim, misol uchun Yandex Taksi juda zo'r, haqiqatan ham odamga deylik, beradi, nima desa bo'ladi, erkinlik beradi. Har qanday holatda kompaniya siz uchun qayg'uradi. Uzun tezkor ham shunaqa zo'r, juda ishi sifatli. Keyin nima, u xullas kompaniya o'zini shofyorlariga ham, o'zini mijozlariga ham birdek g'amxo'r. Men o'zimdan bo'lgan real case aytaman sizlarga. Toshkentga kelganimda 2-3 kun qildim. Uzun tezkorda ishladim, bo'lib turib, nima edi? Kuryer bo'lib turib. Xullas shunday holat bo'ldiki, mototsikl emas, velosipedda ketayotgan vaqtim, va elektron velosipedlar bor hozir, 30 ming olsa bo'ladigan Toshkentdan. Xullas, kuryerni mijozga olib borayotgan vaqtim ovqati telefonni sinib qoldi o'zi-o'zidan. Sinib ketdi, tushib ketdi. Xullas, telefon qotib qolgan, ekran o'chgan xullas. Kim menga telefon qilyapti, zakaz qilgan odam. "Yo'q, qanisan, olib kelmaysanmi ukam? Qayerdasan?" deb turib. Aytdim, "Aka, telefonim singan, shunaqa vaziyat bo'lyapti. Kompaniyaga ayting, pulingizni qaytarib beradi, bo'lmasa men o'zim sizga tashlab beraman pulingizni" deb aytayapman. Xullas, jazoga tushib qolgan, boyagi ovqat zakaz qilgan odam. Bu yerda men jazoga tushib qolganim yo'q. Juda kutib turibman nima bo'layotgan deb, keyin kompaniyadan telefon bo'lib qoldi xullas, shunday o'sha vaziyatda. Xo'p, xullas, hurmatli kuryer, nima bo'ldi? Qanaqa muammo bo'ldi? Shunaqa telefonim sinib qoldi. 300 ming yaqin so'mga turibdi. Ovqat tushuntirdim, bo'ldi dedi. Ovqatlarni o'zingiz bilan olib ketavering. Ovqatlar sizga u ovqat zakaz qilgan mijozni to'lovini kompaniya to'lab beradi. Sizga ham, unga ham muammo bo'lmaydi. Noqulaylik uchun uzr, biror bir muammo yo yordam kerak bo'lsa bemalol deb xushmuomalalik qilib, boyagi admin, xullas operator nima desam bo'ladi, uni ham men ham ko'nglim xotirjam qildi. U joyda u ham xursand, boyagi mijoz ham, chunki ovqat yemaganidan keyin pulini qaytarib beradi. Bu joyda men ham xursand kuryer. Telefonim singan bo'lsa ham, deylik, mana berilgan ovqat zakazni o'zingizga olib qo'ying deb aytyapti xullas. Tushunarlar? Xullas shunaqa. Keyingisi, endi ekologik progressda salbiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Sotuv sekin ketishi mumkin boshida, e'tibor beringizlar, boshida. Keyinchalik sotuvlaringiz, deylik, sodiq klientlaringiz ko'p bo'lgandan keyin sotuvlaringiz ancha tez bo'ladi, ancha ko'p bo'ladi. Pul ham, konversiya ham shunga oshib boraveradi. Keyingisi, ba'zan raqobatchilarga strategiya oshkor bo'lish xavfi bor. Xullas, hamma narsa ochiq aytilgandan keyin nima sotasiz, qanaqa qilasiz, hamma narsa ochiq aytganingizdan keyin qolganlar ham xabardor bo'ladi deyapti. Anaqa bu xavf emas. Chunki hozir hamma qilingan reklamalarda, orqasidagi marketingda deyarli bitta bilimni orqasidan qilinadigan ishlar hammasi. Keyingisi, har doim ochiqlik talab etilganligi sababli kamroq marketing triggerlari ishlatilinadi. Agar trik deb ketilgan, men trigger deyapman shu narsani. Biz marketingga triggerlar bor, har xil. Deylik, o'sha triggerlar ishlatilsa, o'sha berilayotgan reklamalar, aynan o'sha progress odamlarga yaxshiroq ta'sir qiladi. Endi uni farqi yo'q, xullas. Ochiqcha aytasizmi, yopiqcha aytasizmi, bilgan odam siz ishlatayotgan triggerni biladi, marketologlar. Bilmaydigan marketologlar bilmaydi, xullas. Keyingisi, qisqa muddatda kam samara bo'lishi mumkin. Shu o'zi mana bu yuqorida aytilgan mana bu mahalliy progress bilan ekologik progress uzoq muddatda, long termda zo'r foyda keltiradi sizga. Mana bu boshida aytganlarimiz yumshoq, aktiv va agressiv progresslar qisqa muddatda yuqori natija olib keladi.
mahalliy bilan ekologik uzoq muddatda o'zi ekologik anavini tushunganlaringizmi? Ekologik progressni? Hop, buni ham sizlarga rasmga tashlab beray. Hop. Nima deymiz? Ekologik progress tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Oldingizlarchi? Ekologik progress. Lekin oddiy misollar bilan tushuntirib qo'yapman, tushunayotgan bo'lsalaringiz bo'ldi. Qo'ldan kelgancha, endi chop kelmasa qo'ldan kelgancha tushuntiryapman-da, o'zim o'rganganim bo'yicha. Tushunarli. Xo'p, qolganlargachi? Qolganlar ham yozingizlar. 7 ta odam kuzatyapti hozir jonli efirda. Qolganlarim yozsa, keyin shu bilan progress mavzusini yopamiz-da. Ha, misol keltirilsa oson esda qolyapti. Zo'r. Mana hozir misol uchun mana bu ekologik progressni o'zimni o'zim tezkorda ishlaganimda tushuntirib berdim. Haqiqatan bitta esingizda qoldi. Mahalliy progressda Coca-Cola misolida eslab qoldilaringiz. Agressiv progressni bilmayman xullas. Buni qilayotganlar bozorda ko'rinmaydi xullas. Qisqa vaqtda shunday bozordan pulni oladi, ketadi, tamom. Chotki tushunyapmiz. Chotki bo'lsa chotki. Xo'p, o'zi qarangizlar, bu progress mavzusi juda katta temada. Aytmoqchi bo'lganim, aniq bir qolipga tushadigan narsa emas. Mana bu narsalar 5 ta progress turi. O'shani o'zingiz xohlaganingiz tanlab oling. O'sha narsa bo'yicha yuritishni boshlang. Bu joyda faqat bu narsa emas, bundan tashqari nima deydi, juda ko'p narsa bor-da. Misol uchun, deylik, aynan trigger mana shu progress bo'yicha aynan bu 5 ta turdan tashqari 8 qadamli strukturasi bor progressni ham. Bunda nima deysa, siz o'zingiz bilan o'zingiz tanishtirishingiz kerak, odamlarga, obunachilaringizga birinchi asos qilayotgan ishingiz. Undan keyin auditoriyani analiz qilishingiz kerak. Demak, kim, yoshi nechida, qanday muammosi bor, qanaqa qiziqishi bor, moliyaviy holati, xolos shunaqa tomonlar o'rganishingiz kerak. Keyin esa siz yo'nalishingizga qiziqish uyg'otishingiz kerak ularda. 3-qadam. Undan keyin xolos juda anoda nima bo'ladi? Katta tema ham. Tushunarli? Asosiy boshlanishi mana shu 5 tani o'rganib olingizlar. 5 tadan bittasini qo'llashni boshlangizlar, keyinchalik ham kanalda demak yuritish jarayonida mana shu progress mavzusiga chuqurlashib, shu 8 qadamli strukturani ham hammasini demak o'rgatib ketaveraman. Chunki men o'zim ham hozir o'rganish jarayonidamanda, to'liq hammasini o'rganib bo'lganim yo'q. O'rganish jarayonida ketyapman. O'rgangan narsamni sizlarga o'rgatyapman. Tushunarli? Endi kitob tavsiyasi. Hozir men sizlarga boya kitoblarni ro'yxat qilib chiqdim-da. Hamma o'qishi demak endi zarur bo'lgan mavzu, muhim kitoblarni. Qayda qoldi ekan? Xo'p. O'chirib yuboribman, kalla qo'yibman-da, agar shuncha yozgan narsamni. Va yozib chiqdim xullas. Qaysi kitobni o'qisalaringiz foydali bo'lishini. Bo'ldi, ismini qolganini aytib beray. Xo'p. Daromadingizni oshiruvchi deymiz. Daromadingizni eng kamida deyman 10x oshiruvchi kitoblar ro'yxati. Birinchisi Robert Cialdini, ta'sir psixologiyasi. Yozilmay qoldi mana bu joyda. Ta'sir psixologiyasi. Bu kitobni o'qib bo'lganlaringizdan keyin ikkinchisi savdo san'ati. Grant Cardone degan brat anosi. Undan keyingisi yuqumlilik.
Mahsulotlarni qanday qilib ommalashish haqida aytilgan kitob. Juda zo'r kitob. Undan keyingisi bir varaqli marketing reja. Bir varaqli marketing reja. Undan keyingisi 5-inchisi yana qaysilar bor edi? Xo'p, boyagi Dodo Pizzani egasi yozgan bor edi, Maksim Kotindiki. Botaniklar ham biznes qila oladi. Botaniklar ham biznes qila oladi. Agar ingliz tilini bilsalaringiz, yana bitta zo'r kitob bor. When Coffee and Kale Compete degan kitob bor. Bu xullas bozor analizi haqida juda zo'r yozilgan kitob. Bozorni to'g'ri va chuqur analiz qilish uchun analiz qilish o'rgatilgan. Juda zo'r kitob. Keyingisi 7-inchisi pul psixologiyasi. Pul psixologiyasi. Keyingisi 8-inchisi. Yana qaysi kitoblar qoldi? Marketing 5.0. Marketing 5.0. Xullas yaqinda o'qish boshladim. Haqiqatdan o'qishga arziydigan kitob ekan. Marketing Filip Kotler bratniki. Marketing otasiniki. Xo'p, yana qaysilar bor men o'qiyotgan? Boshlanish ishlarga yetadi. Mana shularni sotib olib, sekin-sekin bir boshidan o'qish boshlasangiz, bu hamma sohada demak daromadingizni oshirsangiz bo'ladi. Aynan Telegram orqali daromad bo'lishi mumkin yoki kursingizni sotish orqali bo'lishi mumkin yoki offlayn chiqsangiz, offlayn ishingizda hamma narsada demak birday foydasi yetgan kitoblar. Yana bor-da, qolganlari xullas esimga kelmayapti hozir. Esimga kelganlarini aytib ketyapman sizlarga. Xo'p. Umuman olganda progress tushunarli bo'ldimi? Demak, umumiy hisobda deymiz. Hisobda progressni qanday qilishni tushundingizmi? Tushundingizmi deyman. Yodingizda 5 xil anonsini ko'rsatib beramiz sizlarga. Ekologik progress, mahalliy progress, agressiv, aktiv va eng asosiy yumshoq progress. 5 xilini ko'rib chiqdik. Yana boshqachalari ham bo'lishi mumkin. Men bilganlarim, men o'rganganlarim 5 xil edi. Tushunarli bo'ldi. Hop, yodingizda yana qolganlar, hamma yozsin. Ancha tushunarli bo'ldi. 1 million sovg'a qanday edi? Hozir aytaman uni ham. 1 millionlik emas, 10 millionlik sovg'a desam ham bo'ladi. Dars oxirida aytaman. Hali dars tugamadi-ku. Xudoyor aka. O 1 millionlik sovg'a hammaga ham berilavermaydi. Dars oxirigacha o'tirgan, 9 kishi o'tiribsizlarmi? Hammalaringizga beraman bu safar ham. O'tgan safargi onalarga hali yozib chiqqanim yo'q, chunki vaqt bo'lgani yo'q-da hali. Mana shu hammalaringiz bilan nasib bo'lsa ertadan boshlab ishlab chiqishni boshlayman. To'liq gaplashib chiqamiz, hali tushunarli. Qolganlar tushunarsiz bo'ldimi nimadir? So'rasalaringiz javob beraman, lekin qaysidir joyda tushunmay qolgan bo'lsalaringiz. Sotuvni menimcha ertaga ko'rib chiqamiz shekilli. Sotuv ham juda katta temada. Sotuv masalasi menimcha katta tema. Uni menimcha ertaga qoldirganimiz yaxshiroq. Assalomu alaykum. Endi kirdim, qayta ko'raman darsni. Uyga mehmon kelib qoldi. Mahliyo opa, mayli. Lekin hozir qilmoqchi bo'lsangiz, ko'rishda davom ettirmoqchi bo'lsangiz, ko'ravering. Anoda nima deydi? Vaqt davomida tushunib ketaverasiz. Xo'p, endi menimcha progress sotuvni ertaga olib qolamiz, do'stlar. Hozir bugun tugatmoqchi edim, chunki juda ko'p narsani gaplashib oldik, mana shu bugunning o'zida ham. Xo'p, endi nima qilamiz bu yog'iga desalaringiz, takoy savol-javob. Bu yog'iga endi savol-javob qilamiz. Screenshotni ham to'g'ri qilmayapti, yaramaz kompyuter. Xo'p.
Ketdik. Shu mavzu yuzasidan savol-javob qilamiz. Qanday savollar bor? Ketdik, yozingiz. Qanaqa savollaringiz bor? Mana shu mavzu yuzasidan savol-javob qilayotganmiz endi bu yog'iga. Bo'ldi, tushuntirilgan narsa qolmadi bu yog'iga, o'zi progress emas. Ertaga sotuvda alohida ko'rib beraman. Endi bemalol yozsalaringiz bo'ladi bu yog'iga savollarni. Men ham bemalol javob beraman. Savollar. Halillo aka rekord tashlab berasizmi? Tashlab beraman. O'zi tashlab bermayman dedim, lekin boshqa ilojimiz yo'qda. Agar rekord tashlamasam, lichkam to'lib ketadi. Hamma tashlab bering so'raydi, men tashlab berganim yaxshiroq. Qolganlar ham foyda qiladi-da. Ko'rib turib. Savollar yo'qmi yoki? Tugatamiz darsimizni yoki? Savol yo'qligi yo darsda hamma zo'r tushundi, yo umuman hech kim hech narsani tushunmadi. Shu ikkalasidan birontasida. Qanday savollar bor? Yozingizlarchi. O'rinlaringizda o'zim nima qilardim aytaymi? O'zimni yo'nalishini tashlab, mana shu yo'nalish bo'yicha qanaqa progress qilsam bo'ladi deb so'ragan bo'lardim. Sizlar lekin hech narsani so'ramayapsizlar. O'zimga o'xshagan ustoz bo'lganda men hamma bilimini so'rab olardim-da, anaqa o'tirmasdan. O'ylab o'tirmasdan so'rab olardim. So'raverardim. Yo uyalyapsizlar, yo nima qilishni o'zlaringiz to'g'ri tushunmadingiz. Savol berishga uyalish unchalik yaxshi emas lekin. So'rasalaringiz javob beraman. Taxminan bir yarim soat emas, 15 minut anaqa qilsak bo'ladi savol-javob. Savol-javob. Savollar yozib oldingizlarmi sizlar? Kompyuter anaqa xohlayapti-da. Kullerni qo'shmasam buni kompyuter qizib ketyapti qandaydir. Maktab o'tmabman bugungi darsda. Tak. Bo'ldi, tayyor. Endi sekin darsni davom ettirsak bo'ladi. Qani savollar nima bo'lyapti o'zi? Demak, hozirda bizga yumshoq progress samarali bo'ladi. Shunaqa. Gulnoz opa, hozirda deylik. Yo'nalishingiz nima? Yo'nalishingizni yozingchi. Xo'sh debman. Zo'r tushunarli bo'ldi misollar bilan bo'lgani uchun. Juda zo'r. Vakansiya kanalida qaysi birini qo'llash kerak debsiz? Nima degani u vakansiya? O'zi tushunmadim, sal yaxshiroq tushuntirsangiz aytishim mumkin. Onlayn ustozim 1 oy oldin kurs haqida ma'lumot berishni boshladi. 1 hafta sotuv bo'lgan. Shu yumshoq progressmi? Yo'q. U yumshoq progressga kirmaydi, u aktiv progressga kiradi. Mana bu aytdim-ku. Ko'rsatib ketdim-ku sizlarga uni. Qanday bajarilishini. Mana. Bu aktiv progress mijozlarning mahsulot yoki xizmatga nisbatan qiziqishini faollashtirishga qaratilgan jarayon. Bu joyda brend o'zining mahsulotining afzalliklari, foyda tomoni haqida ochiq gapiradi. Post va reklamalarda mahsulotni qanday ishlatish mumkinligini ko'rsatadi. Bu joyda aktiv progress ketgan. Yumshoq emas. Keyingisi, demak, Gulnoz opa rus tili ekan. Hozir yumshoq progress samarali bo'ladi. Qaysidir qismda rus til bo'yicha demak yumshoq progress usulini o'zi ham juda katta temada alohida. Hozir faqat bo'ldi yumshoq progress qilish kerak ekan, noto'g'ri narsani yozib qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Buni ham chuqurroq o'rganish kerak. Nima nakrutka haqida ham dars qiling. Nakrutka haqida qanaqa dars qilish mumkin? Nakrutka degani soxta odam deganida. Yo'q odam.
kanalingizga raqam bo'lib beradi. Mana bu joyda 928 ta bo'lib turib yoki 19028 ta odam turaveradi. Foydasi yo'q-da u. Oldin qilsangiz bo'lardi nakrutka. Hozir nakrutka qilsangiz qaytamiga Telegram kanalingizda Telegram topdan tushirib yuboradi. Qidiruv yozganda top anonsi bor-ku, o'shani tushirib yuboradi. Keyin odamlar izlasang izlab topolmaydi keyin nakrutka kanal soni ko'p bo'lsa ham. Nakrutka kursi maslahat bermayman hozir. Tem bor 21-asrda. Xo'p, har xil zamonaviy kasblar bo'yicha vakansiyalar e'lon qilib boriladi. Xo'p, aka bu joyda agar faqat vakansiyalarni e'lon qilib borayotgan bo'lsangiz, nima qilinadi? Bu joyda manipulyatsiya ketadi-da. Bu joyda agressiv progress ketish kerak yoki aktiv progress ketish kerak. Chunki siz odam topib beryapsiz-ku. Chunki sizga o'xshagan agar odam topib berish xizmatingiz juda oson bo'lgan ish. Sizlardan boshqa qilayotganlar ham ko'p demoqchiman. Aynan sizda zo'r bo'lishni xohlasangiz, bu joyda agressiv progress qilish kerak. Bu joyda mana bunaqa yumshoq, aktiv yoki mahalliy ekologiya ketmaydi, agressiv bo'lish kerak bu joyda. Mendan olasan, meni odamimni qabul ishga ol. Meni odamim eng zo'ri. Bu joyda xullas qarangizlar. Qarang, ismingiz nima edi? Xudoyorbek akamidi? Xudoyorbek aka, odam vakansiya topib ketgan kanalingiz bo'lsa, men kanalim bo'lsa nima qilardim? Meni ana kanalimga yozib ketgan vakansiya beradigan odamga ham, mana men shunaqa ishchiman aka, menga shu ish topib bering degan odamga ham tushuntirardim. Bizlarni kanal eng zo'ri, sen eng zo'ri bo'lsangina seni ishga kanalimga olaman deb. Mana bu vakansiya bergandan keyin ishga oluvchi odamlar borki, ularga ham men tushuntirgan bo'lardimki, meni kanalim eng zo'ri, meni kanalimdagi ishlar eng zo'ri, menda narxlar qimmat, xohlasang mendan ol, xohlamasang boshqadan ol degan anonni yaratardim. Agressiv bo'lish kerak bu joyda xullas, tushunarli? Boshqa kanalda bitta odam topib berish 3 million bo'lsa, siz shuni 3,5 million yoki 4 million qilib qo'ying va aytingki, men topib bergan ishim eng zo'ri bo'ladi. Men eng zo'r bo'lmagan tufta ishchi yo'q menda desangiz, shuncha tezroq daromadga chiqishni boshlaysiz, ko'proq daromadga chiqishni boshlaysiz. Tushunarli? Zo'r, tushunarli bo'ldi. Qolganlarda qanaqa savollar bor? Yozingizlar savollar. Savol qolmadimi umuman? Darschani tugatib qo'yamizmi bugungi darschani? Qani? U 1 soatlik dars o'tdi bugungi darsimiz. Men tugatsak ham endi. Xo'p, 1 millionlik kurs, kurs debman o'ldi. 1 millionlik sovg'a nimadan boradi? Mana bu joyda baribir ko'plaringiz rasm tashlamagansiz bilaman. Chunki jonli efirda oxirigacha o'tirganlar hammasiga beraman deb aytuvdim buni o'nasidan o'tgan safar ham. Mana hozir deylik, o'zi qaysi yo'nalishlaringizni yozingizlar-da. Qaysi yo'nalishdasiz? Yo'nalishda ishlaysiz deylik. Qaysi yo'nalishdasiz deymiz yoki. Savol berishni bilmayapman. Qaysi yo'nalishdasizlar hozir yozingizlar-da. Boya bir kishi rus tili deb yozdi, bir kishi qanaqadir odam topib berish deb yozdi. Yozingizlar qaysi yo'nalishdasizlar? Ingliz tili, matematika, ingliz tili. Zo'r. Qolganlarchi? Hamma yozsin-da. Hammalaringiz yozingizlar, iltimos sizlar. Hech kim qolib ketmasin, iloji boricha. Shunga qarab sovg'a beraman-da. Mana shu joyga komment yozganlarga sovg'a berilay. To'g'riroq aytadigan bo'lsam. Agar shu joyga yozishga erinayotgan bo'lsalaringiz bilmadim lekin. Tizimlashtirish va analitika. Xo'p, qolganlarchi? Hozir jonli efirda 8 ta odam bor, mendan tashqari 7 kishi. 7 kishi yozsin, tushuntirib beraman sovg'a nima bo'lishini. Bo'ldi, mana shu 5 laringizni berar ekanmiz, demak sovg'ani qarangizlar. Sovg'a nimadan iborat? Har bittalaringiz yo'nalishlaringiz bor-ku. Shu yo'nalishlaringiz bo'yicha Telegram kanali yuritadigan bo'lsalaringiz, umuman Telegram kanal emas, Instagram bo'ladimi, har qanday yo'nalishda progress, mana 5 xil progress turini o'rgatdim sizlarga. Qaysi biri aniq tushishini, uni ham suhbat qilamiz, birma-bir suhbat, individual suhbat bo'ladi bu sovg'a ham. Sizlarning yo'nalishlaringizga tushadigan progress turi qaysi? Deylik, bitta hozir Xudoyorbek akaga men agressiv progress turini maslahat berdim, zo'r deb turib. Deylik, ba'zilarga yumshoq progress tushadi, ba'zilarga aktiv progress tushadi, ba'zilarga deylik
kattaroq yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, mahalliy progress, ba'zilarga ekologik progress tushadi. Mana shu progress tanlaymiz birgalikda o'tirib va mana shu progress qanday qilinishini, aynan qaysi paytda nima yozilishini men o'zim shaxsan o'rgataman sizlarga. Nima deysizlar? Chunki hozir bu joyda u narsani qiladigan bo'lsak, vaqt ko'p ketib qoladi birinchidan. Ikkinchidan unchalik bo'lmaydi-da xullas. Qolganlar zerikib qoladi. Har birlaringiz bilan mana e'tibor beringizlar, har birlaringiz yo'nalishlaringizni aniqlaymiz. O'zingizlar yo'nalish aniq-ku. O'sha yo'nalishlaringiz bo'yicha demak nima bo'ladi? To'g'ri progress qilish qadamini ketma-ketlikni ko'rsatib beraman. Tushunarli? Xullas, bugungi 1 millionlik sovg'a sizlarga yoqdimi? Sizlarga yoqdimi? Nima deysizlar? Bu menimcha 1 millionlik emas, 10 millionlik desam ham bo'ladi sizlarga. 10 millionlik qiymatga ega bu. O'zi 1 million deb arzon yozib qo'ygan ekanman. Tushunarli? Nima demoqchi bo'lganim? Ingliz tili yo'nalishidamisiz? Ingliz tili bo'yicha kanalingizni qanday yuritish, qanday progress qilishni ko'rsatib beraman. Rus tilidamiz, rus tili bo'yicha qanday progress qilishni ko'rsatib beraman. Matematikadamiz, matematikada. Va bir kishi hozir analitika. Analitika sohasini uncha yaxshi tushunmayman, lekin menga qisqacha tushuntirib bersangiz qanaqaligini kanalda o'sha bo'yicha tushuntirib berishga harakat qilaman, maksimum qo'limdan kelganicha. Sovg'a qanday, yoqdimi sizlarga o'zi? Ha, yoqdi biroz. Qolganlargachi? Kimdir yoqmadi deb yozsa ham roziman, lekin yoqmagan bo'lsa o'zgartiramiz. Yoqdi, zo'r. Bo'ldi. Yoqqan bo'lsa nima qilasizlar, bilasizlarmi? Qarangizlar. Kecha 1 millionlik sovg'a yutib oldim deb yozganlaringiz admin akkauntiga endi bu safar nima deb yozamiz aytaymi? Bo'ldi. Bu safar baribir mana shu 9 kishi hozir 8 kishi o'tgan safar ham yozgansizlar katta ehtimol bilan. Admin akkauntiga 2 million deymiz bu safar. 2 million so'm. 2 million so'm yutib oldim. Yutib oldim va jonli efir vaqtida qatnashdim. Jonli efir vaqtida jonli efirda deylik-da, jonli efirda. Men hammalariz boshidan oxirigacha, boshidan oxirigacha qatnashdim deb yozasizlar. Undan tashqari, undan keyingisi yo'nalishingizni ham yozish esdan chiqmasin deyman. Demak, admin deymizligini, admin bratdan, admin ham o'zim endi xullas. Manager bloggingmidi? Ana shu ekan. Manager blogging. Mana shu akkauntga yozib qo'yingizlar-da. Keyin nasib bo'lsa ertaga qarangiz, ertaga ham dars o'tadigan bo'lsam, ertadan keyin gaplashib boshqa ekanmiz demak sizlar bilan, to'g'rimi? Chunki ertaga ham darsga tayyorlanaman. Xullas, mana sizlarga yuqorida kitoblarni men tavsiya etdim-ku. Mana bu savdo san'ati, ta'sir psixologiyasi, yuqumlilik, balobatlar hammasini xullas men o'zim qo'ldan kelgancha o'qiganman. Ertangi darsga ham shularning ichidan tayyorgarlik ko'raman. Men bitta bu kitob emas, deylik ChatGPT dan so'rayman, Google tog'idan so'rayman, YouTubedan ko'raman, hamma joydan ko'rib chiqaman xullas, menga farqi yo'q. Eng muhimi shu mavzuni chiqarib o'rgansam bo'ldi deyman, hamma joydan research qilaveraman. Xullas shunaqa, ertaga ham tayyorgarlik ko'rishimga, ertadan keyin boshlaymiz deb gaplashishdi. Tushunarli bo'lsa, menimcha tushunarli bo'ldi. Savollar bormi? O'zi aynan bugungi mavzuga emas, umumiy mana shu blog yuritish bo'yicha savollar qoldimi? Menimcha men sizlarga agar birinchi darsimni ko'rib kelayotgan bo'lsalaringiz, hamma narsani tizimli qilib chiqib tushuntirib berdim. O'zi savol bo'lsa, deylik qaysidir narsalar so'rab olsalaringiz bo'ladi. Halil aka. Zo'r. Savollar. Qanaqa savollar bor? Adminga jonli darsga qatnashganlar yozaylikmi? Ha, shunaqa.
Jonli darsda. Hozir bu xabarni o'chirib yuboraman keyinchalik. Kanal nima bo'ladi bu yoqqa dalish ketadi. Men dalish yuritaman nasib bo'lsa. Dalish yuritamiz bu yoqqa. To'g'rilasa. Chunki bu kanalda sizlar borsizlar-ku, taxminan bir 10 kishi doimiy foyda orttirsa bu kanaldan ham men yuritaveraman. Menda problema yo'q-ku. Hozir xullas bir kompaniyaga ishga taklif qilinyapti, nasib bo'lsa agar u joy bilan kelisholsam o'sha ishga kiraman. U joydan ham demak sizlarga doimiy kontent qilib boraveraman. Taklif qilingan kompaniya yashirib o'tiring, Supermedia kompaniyasi, xullas Davron Turdiyev. Erta nasib bo'lsa 10-dan keyin menimcha u joyda ish boshlasam kerak. Xullas shunaqa. Davron Turdiyevni komandasi ishga kiryapti nasib bo'lsa. Xo'sh, endi savollar qolmadi. Savollar qolmagan bo'lsa sekin darsdan tugatamiz. Hamma yozdilar aytgancha. Ana so'raydim men. Hop, admin akkauntiga hamma yozdimi? Undan keyin yana bitta muhim narsani sizlarga aytib ketayda hozir. Menda teacher training camp bor edi. Shuni ham linkini berib ketay sizlarga. Manage group. Qochib turasiz. Manage group. Copy link. Xullas, teacher training camp ochganman o'zim alohida, mana shu kanal a'zolaridan. Yo'nalishi deylik, Telegram orqali daromad topmoqchi bo'lgan, o'qituvchilik orqali daromad topmoqchi bo'lganlar qo'shilsa bo'ladi. Bu joyda xullas demak kanalni raspakovka qilishdan tortib hamma narsani sekin-sekin o'rgatib boryapman. Mana misol uchun ayrimlarga feedback berganim bor, qanday ovozda xabarda. Mana misol uchun deylik, Og'abek akani kanali uchun bergan feedback, qolganlar ham eshitsa foyda oladi. Mana unaqa vazifa beraman, kanalga misol uchun to'g'rilab chiqingizlar deymandagini. Kamchiliklarni aytib feedback beraveraman. Bu joyda demak o'qituvchilar bilan alohida ishlaymiz. Bu ham sizlarga xullas sovg'a. Qo'shilib olsalaringiz, kanallaringizni sekin-sekin birgalikda yuritamiz. Men qo'shilib olingizlar, keyin undan keyin o'chirib tashlayman. Jonli efir tugaganidan keyin. Jonli efir qatnashgan vaqt sarflayapsizlarmi menga, men ham sizlarga Abdushi yurakdan foyda berishim kerakda. Abdushi deydimi? Abdushi. Gapirmoqchi bo'lsalaringiz, bironima so'ramoqchi bo'lsalaringiz, qo'l ko'tarsangiz ovozlaringizni ochaman, buni tugatamiz. 21:17 o'tdi, 20:20 da jonli efir tugataman. Kanalga qo'shilib, yo'nalishlaringizni yozib qo'yingizlar. Yo'nalishim shunaqa. Hamma aytilgan ishlarni qilishga tayyorman. Chunki u kanalga men vazifa berganman. Vazifalarni bajarmayotganlarda u kanaldan chiqarib yuboraman-da. Tushunarlimi? Hop. Yana bir marta yozaman. Savollar bormi? Oxirgi post, keyin shu bilan dars tugatamiz. Savollar bo'lmasa. Savollar bormi? Darsga qatnashgan barchaga rahmat. Hop, rahmat degan takomini Yuraychadan qo'yib qo'ygan, Yuraychan zo'rlari borda, olovli yuragim borda. Men olovli yurakchi, qani olovli yurakchi. Mana. Barchaga rahmat. Bugungi dars qanday o'tdi? Qanday bo'ldi? Demak, dars haqida fikrlarni batafsil bittalab bo'ladi, batafsil yozib qoldiring deyman. Ular darsga qatnashganlar Abdush yozib qoldiringizlar. Men bu yozgan postlaringizni ko'rib motivatsiya olib, xullas sizlardan motivatsiya. Shunga motivatsiya olg'aydagini, xullas hozir charchab turgan holatimda ertangi tashqi tayyorgarlik ko'rishni boshlayveradi. Shunchalik yozganlaringizdan. Motivatsiya deydimi?
Xullas darsing omon bo'ldi, bir tiyin qilmat ekan desalaringiz ham mayli, farqi yo'q. Eng muhim ustoz darsi zo'r o'tdingiz demasangiz bo'ldi. Aynan nima o'rganganingizni yozingizlar. Chunki dars o'tdi degan, zo'r o'tdi degan gaplar o'zi ko'pchilikdan eshitganman-da. Undan sizlarga foyda yo'q-da. Bugungi darsda nima o'rganganlaringizni yozsalaringiz, o'zlaringizga foyda, eslaringizda qolib ketadi. Xullas shunaqa. Savollarni ko'ray, savollar bormi? Guruhda ma'lumotlar ko'rinmayapti-ku. Yo'q-e. Qaysi guruhman? Teacher training ekanini aytyapsiz, menimcha siz. Xo'p. Uni qaydan to'g'rilaydi, men bilmaymanman lekin uni. Yaramas. Mana endi ko'ringizlar qani, endi menimcha ko'rinsa kerak. Qaytadan chiqib kiringizlar-da, agar ko'rinmaydigan bo'lsa. Men akkauntimga yozib qo'yingizlar, ko'rinmayapti, yangi qo'shiluvdim, xabarlar desangiz, bir chiqib ketib qayta link beraman, qaytadan kirib olasizlar. Problema emas-ku. Savollarni ko'rib chiqayda men. Ish beruvchilarni qaysi kanallardan ko'proq topsa bo'ladi auditoriyasini? Xudoyor beraka, bilmadim, men izlash kerak-da uni. Yozib qo'ying menga, yordam beraman undan keyin, darsdan keyin. Menda savol yo'q, rahmat. Demak, qolganlarda ham savol yo'q-a? Xullas, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ertangi darsgacha xayr. Ertaga takoy sotuv bo'yicha gaplashamiz, sotuv.